O'tgan bir hafta davomida Namanganda sodir bo'lgan yo'l-patrul xizmati xodimlarining vafoti bilan yakunlangan yo'l transport hodisalari bo'yicha haydovchilarning javobgarliklari turlicha bo'lishi mumkin. Internet ma'lumotlariga tayanadigan bo'lsak, 21-noyabr kuni Namangan viloyati Davlatobod tumani hududida harakatlanib kelayotgan 10X rusumli avtomashinaga to'xtash ishorasi berilganda, haydovchi xodimlarga bo'ysunmasdan qochishga uringan. Yo'l-patrul xizmati xodimi haydovchiga to'xtash ishorasini bergan vaqtda haydovchi yuqori tezlik bilan xodimni urib yuborib, uning hayoti uchun og'ir tan jarohati yetkazgan va harakatlanishda davom etgan. Tan jarohati sababli xodim vafot etgan. Mazkur holatda haydovchining harakatlari Jinoyat kodeksining 219-modda 1-qismi, 104-modda 3-qismi D bandi, 117-modda 2-qismi bilan malakalanishi mumkin. 25-noyabr kungi holatda esa fuqarolik kiyimidagi piyodalar o'tish joyidan harakatlanayotgan yo'l-patrul xizmati xodimini urib yuborgan haydovchining harakatlari esa Jinoyat kodeksining 266-modda 2-qismi bilan malakalanishi mumkin. Har ikki holat ham yo'l-patrul xizmati xodimining vafoti bilan yakunlanganligi sababli bir xil ko'rinishi mumkin, lekin haydovchi shaxslarning har bir harakatlari alohida to'g'ri malakalanib, adolatli va qonuniy sud hukmi chiqarilishi lozim.